Qadrli muxlislarimiz, ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. A'lo kayfiyatda, kayfiyatingizga ko'z tegmasin. Demak, birinchi mehmonimizni biz studiyamizga taklif qildik. Oliy toifali shifokor, ginekolog Durdona Rahmatullayeva. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Siz ham bemalol so'rashib olishingiz. Assalomu alaykum azizlar. Yorqin tabassum bilan kirib keldilar Chehronaxon. Bu albatta bizga ham o'zining ta'sirini o'tkazdi. Demak, ertalabki badan tarbiyani amalga oshirganlar. Xullas, hammasini risoladagidek bajargansiz. Bu ko'rinib turibdi. Rasman ayol kishini kayfiyati yuqori bo'lishida juda ko'p narsa bog'liq va ko'p narsalarga bog'liq. To'g'rimi? To'g'ri. Bu har taraflama. Bizni o'sha ham kayfiyatimiz yuqori bo'lishi, hamma narsasi o'sha gormonalga bog'liq. Hattoki yaxshi ovqat tanlab yeyishimiz ham. Shunaqa. To'g'ri. Qaysi ovqatlar kayfiyatni ko'taradi? Bizni bilasizmi, hamma ovqatlar kayfiyatimiz ko'taradi va asosiysi biz yorimiz bilan o'sha ko'chada yeyilgan ovqatlar kayfiyatimiz ko'taradi. Bu gapingizga 100% qo'shilaman. Qo'shilasizmi? Hamma ayollarning orzusi shu. Va yana bir narsani so'ramoqchi edim. Eng o'sha ayollarni kayfiyatini ko'taramiz va kayfiyat haqida gaplashamiz. O'zi nimalar sabab bo'ladi? O'sha ichki holatimizdan kelib chiqib gapirsangiz, nimalar sabab bo'ladi kayfiyatimiz doim yuqori bo'lib yurishiga? Kayfiyatimiz doim yuqori bo'lib yurishiga avvalambor ayollarimizni kayfiyati yuqori bo'lishi uchun har doim turmush o'rtog'i yonida bo'lishi birinchi o'rinda sanaladi ayollar uchun. Xo'jayinini doim ayolini hurmat qilishi, ardoqlashi, qiyin vaziyatlarda, yaxshi vaziyatlarda ham doim qo'llab-quvvatlashi bular ayollarning kayfiyatini ko'taruvchi birinchi omil hisoblanadi. Va o'z navbatida oilasi, farzandlari ham bu narsani qo'llab-quvvatlashadi. Gormonal disbalans degani stress sababmi yoki ovqatlanishdan keladimi? Gormonal disbalans. Disbalans deganimiz bu ovqatlanish va gormonlar birga yuradi. Gormonlar disbalansi boshlangandan keyin o'zgarishi, ya'ni oshishi boshlangandan keyin ayollar o'z-o'zidan ko'p ovqatlanishga o'tadi. Rostdan shunaqa bo'ladi. Ko'p ovqatlanib qo'ygani uchun gormonlari o'zgarib qolmaydi. Gormonlar o'zgargani sababli ovqatlanish darajasi oshishni boshlaydi. Endi tabiiyki o'zgarishga nima olib keldi degan savol tabiiyki Endi tug'ildi. tabiiyki o'zgarishga, gormonlarni o'zgarishiga ayollarni noto'g'ri hayot tarzi olib keladi. Ya'ni ertalabki nonushtalarni qilmasliklari, vazn ortishi, uglevodga boy bo'lgan mahsulotlarni ko'p iste'mol qilishlari, kechki uyquni doimiy vaqtida bo'lmasligi, kuniga yetarli miqdorda yurish etiladi har bir bemorlarimizga. Shuni me'yor darajasida bo'lmasligi va noto'g'ri ovqatlanish, ko'chadan mumkin bo'lmagan ovqatlarni ko'p iste'mol qilish ham bunga ta'sir qiladi. Va oiladagi, hozir birinchi aytganingizdek, oiladagi sharoit, xo'jayin, farzandlari, oilaning muhiti ham bunga ta'sir qiladi. Ayollarimizda ko'p uchraydi bu savol. Meni erkaklarimiz tushunishadi va hozir gapimni tasdiqlashadi. Ayollarimiz ko'pincha e'tiroz bildirishadi-da. Erkaklar bizni tushunmaysizlar, bizni tushunmaysizlar degan bir savol bilan, e'tirozli savol bilan murojaat qilishadi. Bu savolga qaysi holatda ayollar duch kelishadi? Qaysi holatda mana shunday savol ularda tug'iladi? Nima sabab? To'g'ri savolingiz. Xuddi siz aytganingizdek, erkaklar bu tushunmaydi deydi, ayollar, erim, xo'jayinim meni tushunmaydi deydi. Bunga sabab hozirgi gaplashganimizdek gormonlar sabab hisoblanadi. Chunki erkaklarda olishimiz bo'yicha faqat testosteron gormoni ajraladi. Bu monotonni bir xil har oy ajralib, har kun ajraladigan gormon hisoblanadi. Bu erkak kishini kayfiyatiga, ruhiy holatiga ta'sir qilmaydi, lekin ayollarimizda sikl bor. Hayz sikli bor. Bu ayollarimizda bitta gormon emas, ikkita gormon ishlaydi. Estrogen va progesteron gormonlarimiz ishlaydi. Gormonlar o'z vaqti kelganda almashinib, hayz sikli kelib, almashinayotgan paytida, shu paytga yaqinlashganda, o'sha paytdan ozgina o'tuvchi paytida ayollarda gormonlar o'zgarishi hisobiga kayfiyati ham o'zgaradi. Shu kayfiyati o'zgargani hisobiga oddiy to'g'ri narsalar ham ayollarning ko'ziga boshqacha bo'lib ko'rinishi boshlaydi. Shu sababli ham erkaklarda u gormon yo'q-ku. Albatta. O'shaning uchun ham ayollarni erkaklar tushunishi sal qiyinroq bo'ladi. Tushunarsizroq bo'ladi. Chunki ayollarda gormonal disbalans o'zgarib turadi. Har oyda gormonal o'zgarish almashib turib turadi. Shuning uchun ayollarning kayfiyati ham, gaplashishi ham, o'zini tutishi ham, birdaniga xursand bo'lib qolishi, birdaniga yig'lab yuborishi, xafa bo'lishi bu gormonlarning o'zgarib turishi bilan, har oyda o'zgarib turishi bilan bog'liq bo'ladi.
shuning uchun iltimos qilardimki erkaklarga ayollarni tushunish kerakligini shunaqa periodga kelyaptimi bilingki ayol kishida asabiylik odatiy kulib yurgan narsasiga ham yig'lash yoki xursand bo'lib ketish fikr almashinishi kayfiyatni o'zgarishi har oyda bo'lib turadi har bir ayolda o'shaning uchun iltimos qiladimki har bir erkak o'zini turmush o'rtog'ini tushunishi va shu paytda qo'llab quvvatlashlarini talab qilasiz va iltimos qilasiz. Endi psixologlardan eshitgan edim, ayol kishi va erkak kishi o'zga sayyoradan, ya'ni erkaklar Mars sayyorasidan, ayollar esa Yupiterdan. Bu hozir 100% qo'shilaman. Bu hozir o'sha fikringizga qaysidir ma'noda isbot bo'la olyapti va shu bilan birga mana hayz sikli haqida gapirdingiz. To'g'ri, oyda bir marta bo'ladigani ham bor. Oyda 2 marta kelishi bo'lishi ham mumkin. Bunaqa ham kutilishi mumkinmi? Bu gapingiz juda ham ko'p dolzarb savollardan bir mavzulardan biri. Bizani qabulimizga ham kelayotgan bemorlarning ko'pi aynan shu o'zgarish bo'lganligi sababli bizga murojaat qilib kelishadi. Ya'ni doktor men har oyi boshida ko'rardim, o'rtasida yana ko'rdim, oxirida yana ko'rdim, bir oyda 2 marta ko'ryapman. Shu o'zgarish bo'lsagina qabulimizga kelishadi va biz bunda tekshiruv natijalarini olib boramiz. Tekshirishimiz natijasida ko'pincha bemorlarimizda hayz siklini buzilishiga tuxumdon kistalari, matkadagi qon ketishlar, gormonal narusheniyalar, ya'ni o'sha aytib o'tganimizdek gormonlar sabab bo'ladi. Endi bu bemorlarimizga, ayollarimizga bu holatga olib kelmasdan oldin har 6 oyda yoki 1 yilda bir vrach nazoratidan, ko'rigidan o'tish kerak. o'tida tekshiruvlaridan o'tib turishlarini maslahat berardim. Va mana ko'p ayollar bilan ishlagansiz, ko'p ayollar bilan muloqotda bo'lasiz. Ayollarni salomatligida, o'sha gormonal buzilishlarda asosiy sabab negizi nimada deb o'ylaysiz? Asosiy sabab negizi bu noto'g'ri hayot tarzi deb o'ylayman. Noto'g'ri hayot tarzi bu oilaga ham juda ham bog'liq. Bu oila bilan, hayot tarzi bilan juda ham ko'p narsalar bog'liq. Bir narsani mana shu sabab yoki mana shu sabab deb ayta olmaymiz. Noto'g'ri hayot tarzi, noto'g'ri ovqatlanish, noto'g'ri kech uxlash, haligi aytganimdek kuniga 10 ming qadam yurmaslik, qabziyat ham sabab bo'ladi, ko'p asabiylashish, xo'jayin bir xil ayollarda uzoqqa ketgan bo'ladi, oldida bo'lmaydi yoki ajrashgan bo'ladi. Bular hammasi ham gormonlar disbalansiga, gormonlar oshishi, o'ynashlariga sabab bo'ladi. Demak, o'sha bugungi kunda hozir bizni opa-singillarimiz, ayollarimiz kuzatib turishibdi. Avvalambor ortiqcha vazni bor ayollarimiz ham bor. Bu ham aytishadiki, stressdan deyishadi. Lekin aslida hammasi gormonal disbalansni buzilishiga qaratilyapti-da. Keling, kasallikni kutmaylik. Bizda nima bor? Ayniqsa biz o'zbek ayollarimizda nima bor? Kasal bo'lgandan keyingina doktorga murojaat qilishadi. Keyin shifokor qabul qiladi. O'zi aslida masalan har bir ayol bir oyda hech bo'lmasa bir marta ginekolog ko'rigidan o'tib turishi kerak. Bu savollaringiz to'g'ri savol berdingiz, juda ham to'g'ri savol berdingiz. Men endi boshidan boshlab aytadigan bo'lsak, har bir kasal, masalan, ayollarda mioma deylik, eroziya deylik, kista deylik, polip deylik, shu kasallik bir kunda hosil bo'lib qolmaydi. Yoki turmushga chiqish bilan, voy, turmushga chiqdi, bo'lib qolibdi deyshadi bir xil. Unaqa ham bo'lmaydi. Har bir kasallik yoshligimizdan shakllanib boradi. Tomchi bo'lib yig'ilib boriladi. O'shaning uchun men iltimos qilardimki, har bir ota-onalarga, ayniqsa onalarga farzandlarini, ayniqsa qiz farzandini yoshligidan to'g'ri hayot tarzida katta qilishlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Agarda shu qizcha yoshligidan to'g'ri hayot tartibida, to'g'ri hayot tarzida katta bo'lsa, katta bo'lgandan keyin sizdek, mendek bo'lganda, onalarimizda, buvimizdek bo'lganda shu hozirgi aytayotgan o'zgarishlarimiz kuzatilmaydi. Men o'shaning uchun har bitta kelgan bemorimga agar yosh qizcha bo'lsa, yaxshilab tushuntiraman. Turmushga chiqsang, farzandli bo'lsang, qizingga ham shularni qilmasang, shu sandagi shikoyatlar bo'lmaydi deb. Qiz bolani yoshligidan qarash kerak. Albatta. Yoshligidan hayot tarzini to'g'ri olib borish kerak. Hozirgi aytib o'tganimizdek to'g'ri ovqatlanish, vaqtida uxlash, shularni yoshligidan to'g'ri qilib borsa, katta bo'lganda bu o'zgarishlar kuzatilmaydi. Va o'ziga ham juda e'tiborli bo'lish kerak va tibbiy savodxonligini yoshligidan oshirib onalari o'rgatib borishlari kerak deb o'ylayman. Va har bir
mana shu qizlarimizni 1 yilda bir ginekolog konsultatsiyasidan va uzi tekshiruvidan ayollarimiz bo'lsa har 6 oyda o'tib turishlari kerak bo'ladi. Juda ham yaxshi maslahat bo'ldi Durdona opa. Hozir eng kerak o'zlariga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olishdi deb o'ylayman. Sizga esa rahmat. Kelganingiz uchun rahmat. Erta tongdan yo'q demasdan o'sha nima deydi, shoshib bergan savollarimizga o'sha to'liq javob berganingiz uchun ham rahmat.